بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الثاني. Arab tili darsidagi ikkinchi qism. Ad-darsul hadi va 31-chi dars. Ya'ni oxirgi darsimiz. Endi bugungi darsimizdagi asosliq nuqtaliq grammatika sifat va sifatlanguvchi. Buni arabcha as-sifa val mawsuf yoki an-na'tu val man'ud deydi. An-na'tu val man'ud sifat va sifatlanguvchi. Endi bu so'zlashga tegishlik qanday munosabatligina grammatik va desa sifatlanguvchi jumlada qanday o'ringa ega bo'lsa sifatmi shunday o'ringa ega bo'ladi. Demakchi sifatlanguvchi pash o'qilsa sifatmi pash o'qiladi. Sifatlanguvchi zavar o'qilsa sifatmi zavar. Sifatlanguvchi zir o'qilsa sifatmi zir. Sifatlanguvchi birlik bo'lsa sifatmi birlik. Ikkilik bo'lsa sifatmi ikkilik. Sifatlanguvchi ko'plik bo'lsa sifatmi nima? Ko'plik. Sifatlanguvchi erlik bo'lsa sifatmi erlik, ayollik bo'lsa sifatmi nima? Ayollik. Sifatlanguvchi aniq bo'lsa, ya'ni ma'rifa bo'lsa sifatmi aniq, ya'ni ma'rifa. Sifatlanguvchi aniqsiz, ya'ni nakira bo'lsa sifatni nima qiladi? Nakira qiladi. Demak, mushtaraflarda sifatlanguvchi sifatga to'liq ergashadi. Endi bu Uyg'ur tilimizda sifatlanguvchilarning tarjimasida avval sifatni tilga olib, undan keyin sifatlanguvchini tilga olamiz. Masalan, qizil olma. Shundaymi? Pakar o'quvchi. Simiz o'qituvchi degandek. Ammo arab tilida cho'lasa sifatlanguvchi burun keladi, sifati nada keladi, keyinda keladi. Masalan, qizil olma deganda at-tuffahul ahmar. At-tuffah sifatlanguvchi, al-ahmar nima sifat? Pakar o'quvchi, at-talibul qasiru. At-talib sifatlanguvchi, al-qasir sifat bo'ladi. Simiz o'qituvchi, al-mudarrisus samin. Al-mudarris sifatlanguvchi, samin nimasi bo'ladi? Sifat bo'ladi. Mana bu sifat mavsuf. Endi sifat mavsufga tuanigidek 10 xil ishda ergashib keladigan, 10 xil ishda o'xshash keladi. Birinchisi pashlik, ikkinchisi zivarlik, uchinchisi zirlik. Demak, sifatlanguvchi qaysi bo'lsa sifatni shu bo'lib keladi. Shundaqmi? Ikkinchisi nima? To'rtinchisi erlik, beshinchisi ayollik. Sifatlanguvchi er bo'lib qolsa sifatmi erlik, sifatlanguvchi ayollik bo'lib qolsa sifatmi nima? Ayollik shaklda keladi. Oltinchisi birlik, yettinchisi ikkilik, sakkizinchisi ko'plik. Birlik, ikkilik, ko'plik. Uch tarafdami sifatlanguvchiga ergashib keladi. To'qqizinchisi iniq va iniqsizlikda, ya'ni ma'rifa, nakirlikda. Sifatlanguvchi ma'rifa bo'lsa sifatmi nima? Ma'rifa. Sifatlanguvchi nakira bo'lsa sifatmi nima? Nakira keladi. Endi bu o'nning hammasi teng kelanda? Yo'q. Pash, zivar, zirning chuqur 3 ning birisi bor. Shundaqmi? Chunki bir so'z degan ya pash o'qiladi, ya zivar o'qiladi, yana nima o'qiladi? Zir. 3 ning birini oldikmi? 1. Shundaqmi? Erlik ayollikdan ya erlik bo'ladi, ya ayollik bo'ladi. 2 ning birisini oldikmi? Necha oldi? 2. İniq va iniqsizlikda ma'rifa ekanlikda ya ma'rifa bo'ldi, ya nakir bo'ldi. 2 ning birini oldikmi? Necha? 3. Birlik, ikkilik, ko'plikda ya birlik, ya ikkilik, ya ko'plik bo'ladi. 3 ning necha %, jami necha 4. Demak, 10 xil holatning 4ida muqim ergashib. Masalan, misollar tushunib qo'yaylik. Bayat naga misalda at-talibul qasiru yoki at-talibul mujtahidu deydi, tircha o'qib shundami? Tepib baqaylik. At-talibu pash o'qilibdi, mujtahidu nima qildi? Pash. Nimaga ergashdi? Pashlikda 1. At-talibu erlik bo'ldi, mujtahidu nima bo'ldi? Erlik bo'ldi.
erlik ayollikda geçti. 2. At-talibu iniq kelibdi, al-mujtahidumu iniq, yani ma'rifa keldi. Neçe 3. At-talibu birlik bo'libdi, al-mujtahidu nima birlik keldi. Neçe 4. Yuqori tilg'an 10 narsaning nimasi 4 ta agishdi. Endi asli sifat mavzuliq birikmi 2 xil. Biri sifatning ma'nosi mavzuga munosabatlik emas, boshqa tarafga mavzuga munosabatlik, boshqa bir tarafga munosabatlik bo'ladi. Buni bu yerda so'zlamaymiz. Bizning asos maqsad sifatning mazmuni kimni sifatlaydigan, sifatlanguvchini sifatlaydigan sifat. Bayat men degandek tirishcha o'quvchilik, tirishchalik bevosita kimga berib taqiladi? O'quvchiga. Ana bu shaxsiy sifat. Mushuni tushunsak, bugungi darsimizning mazmuni oxirlashdi deb tushunsak bo'ladi. Bugungi darsimizda so'zlikni o'qishaydi. Men dialogni o'qib, tarjima qilib, dialog tarkibidagi sifat mavzularni ayirib chiqarib beray. الدرس الهادي والثلاثون. أين الطالبان الجديدان؟ هما في المكتبة. ذهبا ليأخذا الكتب المقررة. متى ذهبا؟ ذهبا في الحصة الثانية. يا أستاذ، أريد أن أشتري معجما عربيا. أريد أن تدلني على معجم جيد. اشتري المعجم الوسيط فإنه معجم جيد. اليوم ينتهي الجزء الثاني. متى نبدأ الجزء الثالث؟ في الأسبوع القادم إن شاء الله. نقرأ اليوم صفحتين الأخيرتين من الجزء الثاني. يني اشكي أخوغتي قيردا. ماذا صفت نصب قيسي؟ الطالبان الجديدان. صفت لنجتي الطالبان الجديدان مثل صفتي. أما قرب بقلي الطالبان إنق. ألف لام بلا معرفة شنداما. الجديدان مو ألف لام بلا نمو معرفة بر. الطالبان باشكلش تكيغان يعني مرفوع. الجديدان نمو مرفوع يعني باشو قلغان شنداما رشكلسي. شنجسي الطالبان إكليك. الجديدان نمو إكليك. الطالبان أرلك. الجديدان نمو أرلك. مش خطرلق إشلادا برسبرسيجي أغيش بقلودون. وما في المكتبة وهكذا كتبخانة. ذهب ليأخذ الكتب المقررة. belgilangan kitoblarni elish uchun ketdi. Amada al-kutub al-muqarrarata. Muqarrarata bu ishkisi sifat mavsuf. Muqarrara nima? Sifat, al-kutub nima? Mavsuf, ya'ni sifatlanguvchi. Qarab boqdik bo'lsak, al-kutuba ya'khuzuninki nimasi to'ldiruvchi bo'lib zivar o'qiladi. Muqarrarata deb sifatini nima o'qildi? Zivar. Al-kutuba ko'plik bo'ladi, muqarrara shunga mas holda ayollik birlik keldi. Bu qoidani bilamiz-ku, odatda jonsiz narsalarning ko'pligiga ayollik birlik shaklda muomala qilamiz. Shundaqo. Al-kutub alif lam bilan ma'ruf bo'ladi, al-muqarrara alif lam bilan nima bo'ldi? Ma'ruf bo'ldi. Mana shu yuqoridagi masala agashdi. Mata zahaba qachon ketgandi? Zahaba fil hissati saniya 2 soatda ketdi. Ma'rundagi al-hissati saniya mu sifat mavsufliq birikma. Al-hissa sifatlanguvchi, as-saniya sifat. Qarab boqaylik. Fil hissa deb oldiga fa. Oldi qo'shilg'uchi omil kelish orqali hissati deb zir o'qiladi, as-saniyati nima o'qildi? Zir o'qildi. Al-hissa deb alif lam bo'ladi, as-saniyati nima? Alif lam ba. Al-hissa deb oxirida ta va ayollik shaklda bo'ladi, as-saniyati ta va ayollik shaklda keldi. Al-hissa deb birlik keladi, as-saniyati deb nima keldi? Birlik keldi. Ya ustaz, uridu an ashtariya mu'jaman arabiyyan. Ustaz, men arabcha lug'at olmoqchi, sotib olmoqchi edim. Hamada mu'jaman arabiyyan sifat mavsuf. Arabcha lug'at. Shundami? Mu'jaman ashtariyaning to'ldiruvchi so'lab zivar o'qiladi. Arabiyyan degan sifatini nima o'qildi? Zivar o'qildi. Mu'jaman iniqsiz, alif lamsiz keladi. Arabiyyanmi iniqsiz, endi nima keldi? Alif lamsiz keldi. Mu'jaman birlik keladi, arabiyyan nima? Birlik. Mu'jaman arlik shaklda keladi, arabiyyan nima? Arlik shaklda. Uridu an tadullani ala mu'jamin jadid. Menga yaxshi lug'atdan birini ko'rsatib qo'yishingizni umid qilaman. Mu'jamin jadid
Aldığı ala kelib zir o'qildi, sifetimiz jayyid nima bo'ldi? Zir o'qildi. Mu'jam birlik, jayyidmi birlik. Mu'jam zir, jayyidmi zir. Mu'jam arlik, jayyidmi nima? Arlik. Mu'jam nakira, jayyidmi nima? Nakira. اشتري المعجم الوسيط فإنه معجم جيد. Siz mu'jam vasitni setib oling. U yaxshi bir lug'at. Mu'jam vasit degan garchi bir kitobning ismi bo'lsin, ammo qurilmasi sifat mavsuflik qurilma. Al-mu'jam mavsuf vasit nima? Sifati. Shundami? Qarasak al-mu'jamaz va quludi vasitimiz va quludi. Al-mu'jam alif lam bilan vasit alif lam bilan. Al-mu'jam arlik vasit arlik. Al-mu'jam birlik vasit nima? Birlik. Chunki u yaxshi bir lug'at dedik. Mu'jamun jayyid, jayyid mu'jamning sifati yuqoridagidek o'xshash kelyapti. Al-yawm yantahi al-juz' ath-thani. Bugun ikkinchi qism tugaydi. Mata nabda al-juz' as-salis. Uchinchi qismni qachon boshlaymiz? Al-juz' as-sani. Ikkinchi qism degandagi al-juz'u sifatlangichi, as-sani nima? Sifat. Qarag'dak bo'lsak, al-juz'u yantahining fa'ili pesh o'qiladi, sani nima qildi? Pesh o'qiladi. Al-juz'u alif lam ba, sani bilan alif lam ba. Al-juz'u birlik, sani nima? Birlik. Al-juz'i arlik, sani nima? Arlik. Üçüncü qism degani nima o'xshash? Juz as-salis bayatdan ola o'xshash, juz az-zvara qildi, salis nima qildi? Zvara qildi. Bu alif lam bilan, alif lam bilan bu birlik, birlik, bu arlik, nima? Arlik. Fil usbul qadim inshaalloh. Alloh xolisa kelaki hafta. Al-usbul qadim degani bu sifat nosiblik birikma. Al-usbu' sifatlangichi qadim nimasi? Sifati. Usbu'i deb zir o'qiladi, qadim deb zir o'qildi, al deb alif lam keldi, al-qadim deb alif lam keldi, al-usbu' arlik o'g'achqa, al-qadim arlik keldi, al-usbu' birlik o'g'achqa, al-qadim nima keldi? Birlik keldi. Naqra'u al-yawm safhatayn al-akhiratayn min juz'i as-sani. Bugun ikkinchi qismdan oxirgi ikki betni o'qiymiz. Biz safhatayn akhiratayn sifat nosib. Safha sifatlanguvchi, akhiratayn nimasi? Sifati. As-safha alif lam ba, al-akhiratayn alif lam ba. As-safhatayn ayolliq ta'vilan shundami? Al-akhiratayn ayolliq ta'vilan. Mush buni tushunsak bo'ldi. Uni sifat nosibning umumiy ahvoli yuqoridagi dialogda tahlil qilganimizdek bo'ladi. Dialogni ichida tushungan taraf bo'lmasa, mashqlarni bir qurib ko'rib o'tib ketaylik, ha. Tamarin, ko'nikmalar. At-tamrinul awwal, birinchi ko'nikma, tuandagi savollarga javob beramiz. Albatta, bu yuqoridagi dialog munosabatligi o'g'achqa biz dialogni o'zlashtirib qo'ygandan keyin ishlasak bo'ladi. Va ikkinchisi, indi mu'jamun jayyid degan mush jumlada jayyid degani sifat. Huna jayyidun na'tun degani bu yerdagi jayyid degani nimasi? Sifati. Davatudu kitobning o'zimi davatudu, ha. Sifatlanguchiga tuandagi ishlarda agishidu. Birinchisi i'robda. I'rob degani pash, zvar, zirni ko'rsatadi. Masalan, birinchi misolda haza kitabun jadidun, kitabun pash, jadidun pash. Shundami? Ikkinchi misolda qara'tu kitaban jadidan, kitaban zvar o'qildi, jadidan nima o'qildi? Zvar o'qildi. Haza ismu kitabin jadidin, kitabin zir o'qildi muzofillar o'g'achqa, jadidin munosib o'g'achqa nima o'qildi? Zvar o'qildi. Necha narsida? 3 ta. Birinchisi nechida? 3 ta. Ya'ni 3 ning birida. Ikkinchisi erlik ayolliqda. Ahmad lahu ibnun kabir. Kabir ibnun sifati. Ibn erlik o'g'achqa, kabir deb nima keldi? Erlik keldi. Va bintun sagira. Bintun ayolliq o'g'achqa, sagira nima keldi? Ayolliq keldi. Demak, mana ikkining birida. Üçüncüsü, birlik, ikkilik ko'pliklarda. Lana mudirun solih. Mudir birlik, solihmi birlik. Mudarrisan jayidan. Mudarrisan ikkilik, jayidan nima? Ikkilik. Zumala u mujtahidun. Zumala ko'plik, mujtahidun nima? Ko'plik. Mana ma taraflarda agishidu. To'rtinchisi iniq va iniqsizlikda. Masalan, indi sayyaratun jadida. Sayyara iniqsiz, jadida iniqsiz. السيارة الجديدة غالية. السيارة إنق وغاشقة الجديدة من كالدي إنق وغاشقة. أنا بقول إنق صدوشي ألف لام بلا مناسبة السزا إنق أصلا بليورد. مثلا üçüncü bir قرأ بقصق أين محمد الياباني. محمد إنق وغاشقة ياباني ألف لام بلا نبولدي إنق oldu. ألف لام نقدر شرطماس. فقط إنق مسكي. خلاص. Üçüncü meşhur tüendeki birilgen misallarının her birideki sıfat mevsufni muayyanlaştırıp tepki çıkın diyen gap, ha? Uridu an ashraba ma'an baridan desa, biz ikkilanmasdan men sovuq suv ichishni xohlayman degan jumladagi sovuq suv bo'lgandan keyin Uyg'ur tilida sifat buni tarjima qildi to'g'ri.
soğuq su olğandan keyin soğuq nimasi sifati su nimasi sifatlangıchlar tapsaq bo'ladi va qolganlarini shu bo'yicha ishlasak bo'ladi. To'rtinchisi, tuvandagi jumlalarni munosib sifat bilan to'liqlang va shaklga ne qoidaga soling. Qoidaga soling degani sifatlangıchi nima o'qilsa, sizlar akagan sifatni shu o'qiysizlar demakchi. Masalan, akaltu ta'aman va sharibtu qahvatan. Men mandaq tamoq yedim, mandaq qahva ichdim demakchi. Masalan, ko'p tamoq yedim, oz qahva ichdim deb baqayli, shundami? Ta'aman arilik bo'lganligi nima keladi? Kathira. Az qahva ichdim demoqchi bo'lsa, qahva ayollik olganligini bo'ldi, qalilatan bo'ladi, shundami? Mushu bo'yicha qolganlarini to'shqizsaq bo'ladi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.